faralarini dizayni BMWga o'xshashgan. Bakovning tagida alohida kamera qilingan va skorost, ya'ni katta rычаг qilinmagan. Mana haydovchi taraf, yo'lovchi taraf va orqadagi yo'lovchilarning ham o'rindiqlari hattoki isiydi. Umumiy hisobda avtomobilga 7 tagacha odam ketadi. Ko'rishingiz mumkin, kattagina spal. Imенно mana shu avtomobilning shunaqa aqlli funksiya, smart funksiyasi borki, o'sha 50% boshlang'ich to'lov to'lab 22.9% dan yillik stavka bank bilan chiqarish imkoniyatlari ham hozirda mavjud. Hop, bugungi obzorimizdagi avtomobilimiz SVM G05 Pro 7 kishilik crossover hisoblanadi. Oldi ko'rinishdan ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli, skromniy qilib ishlangan. Albatta o'z brendini bo'rttirib chiqarib, alohida harflar bilan ishlab qo'yilgan. Bu yerda obrisovkalari ahamiyat bergan bo'lsangiz, faralari yana bir chiroqlarni yoqib ham alohida ko'rsataman. Faralarini dizayni BMWga o'xshashgan. Ya'ni adashmasam BMW X5 ning faralari ham xuddi mana shunaqa tarzda chiqqan. Uni alohida yana chiroqlarni yoqib ham ko'rsatamiz. Oldi ko'rinishlari juda ham ixcham, skromniy, ortiqcha narsasi yo'q. Yon tarafdan o'tadigan bo'lsak, bu yerda birinchi o'rinda ko'zga tushadigan narsa bayroq, ya'ni Italiyani bayrog'i. Chunki avtomobil SVM brendi italyanskiy bo'lgani uchun aynan o'z brendini, ya'ni davlatini bayrog'ini tushirib qoldirib ketishgan. Ya'ni o'sha Italiyada ishlab chiqarilgan bildirib turish uchun. Balonlarimiz 18 razmerdagi diska balonlar qo'yilgan, juda ham yumshoq. Aniq aytadigan bo'lsa 225 ga 60 R 18 o'lchamdagi diska balonlar turibdi. Bu hammasi zavodskoy, o'zida qilingan. Umumiy uzunligini ko'rib turibsiz. 4 metrdan ancha uzun. Buni qora oq sveti bor. O'ziga yarasha qorasi ham oqi ham boshqacha ko'rinadi. Kelib ko'zingiz bilan ko'rsangiz, unda boshqacha taassurotga ega bo'lasiz. Orqa ko'rinishi ham juda ham ixcham, skromniy, ortiqcha narsa yo'q. Ko'p modellarda adashmasam nomini aytmayman, bir ikki xil brenddagi avtomobil orqasi deyarli shunga o'xshab ketadi. Buni ham dizayni shunaqa qilib ixcham, chiroyli. Orqada o'z parktroniklari bor, ya'ni sensor datchiklari orqaga yaqinlashganda o'zining signallarini berib turadi. Orqa kameralar. Ushbu avtomobilimiz o'zi asli full komplektatsiyadagi maksimal komfort qilingan mashina, chunki 4 ta kamerasi bor. Orqasida, oldida bokovlarda ham kameralari bor, ya'ni mana bu qismidagi bakovning tagida alohida kamera qilingan va albatta 360 gradus kamerani vazifasini bajarib beradi. Avtomobilimiz motori 1.5 turbina, 139 ta ot kuchi, 4 silindrli, korobkasi 7 bosqichli bo'ladi, ya'ni 7 tagacha skorosni o'zgartirib boradi. Bu narsa albatta o'sha mashinani o'sha harakatlanganda yoqilg'i tejamkorligiga katta plus degani. Qancha skoros ko'p almashtirsa, yoqilg'i shuncha tejaladi degani. Endi salon qismida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Albatta kirishdan oldin kaltni yoniga qo'yib ochish, pultdan bosish shart emas. Kaltsiz kirish tizimi bilan ochsangiz ham bo'ladi. Albatta bakovlarda isitish tizimi ham albatta bu avtomobilimizda ham mavjud. Salonni ochganimizda sizni qora interyerdagi ichki salon kutib oladi. Ya'ni o'rindiqlarimiz to'laqonli charmdan ishlangan. Yo'llarimiz elektropaket, elektronli bo'ladi. Bemalol boshqarishingiz mumkin. Oldiga belini to'g'rilashingiz mumkin. Baland past qilsangiz ham bo'ladi. Mana o'sha balandga ko'tarish jarayoni. Pastga bossangiz pastga tushadi. Polni elektropaket mana ko'rib turganingizdek. Rulimiz multirul hisoblanadi. Bu yoqdan siz telefonga qo'ng'iroqlarga javob bersangiz bo'ladi, multimediani boshqarsangiz bo'ladi, hattoki cruise control, cruise nazorat tizimini ham rulni o'zidan qo'shib, o'chirib, uzoq yo'lda maza qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobilimiz start stopdan iborat. Juda ham ixchamgina bar, noodatiy bar, ya'ni tegi ochiq emas, splashnoy shunday qo'yilgan. Juda ham chiroyli qilib, uzoq yo'lda ham maza qilib ketishingizga imkoniyat yaratib beradi. Ixchamgina skorost, ya'ni katta rычаг qilinmagan, kichkina joystikli qilib, PRND qilib, ixchamgina qilib qo'ygan. Bu ham albatta o'ziga yarasha bir qay daraja o'sha komfortni yaratib beradi. Elektronniy ruchnoy tormozlari, mode knopkasi bor. Albatta mode knopkasi bilan 3 xil rejim tanlanadi. Avtomobilimizda Eco, Normal, Sport rejimlari mavjud. Undan tashqari bu yerda o'sha USB portlari bo'ladi. Qo'shimcha 12 voltga mo'ljallangan porti ham bor. Bunga qo'shimcha yana o'sha narsalarni ulab ham ishlatishingiz mumkin. Ikkita podstakanniklari bu yerda. Bu yerda ham qo'shimcha yana boksi bor. Narsa qo'yishingiz mumkin. SVM brendlari tushirilgan. Buni yopib ham qo'yishingiz mumkin. Skromniy qilib ko'rsatmasdan. Yana ochib ham qo'yishingiz mumkin. Bari ham mana tirsak qo'yadigan joyi ham ozgina oldiga, orqaga suriladi. Shunaqa transformatsiyalar qilingan. Ixchamgina kichkinagina bari ham joyi ham mavjud. Polniy tomimiz panorama hisoblanadi. Eng qizig'i
ahamiyatli joyi buni tomi, patologi qora rangda qilingan. Ya'ni ko'p inomarkalarda, o'sha qimmat chiqadigan inomarkalarda tomi, patologi qora svetda bo'ladi. Обычный mashinalarda серый svetda bo'ladi. Bu ham bir o'sha inomarkani o'sha eng oxirgi chiqqan versiyalardagi zamonaviy mashina ekanligini bildiradi. Bu yerda mana qo'shimcha ochka qo'yish uchun ham joyi bor. Endi bu ichi ko'rinmaydi. Barxitni qilib narsa qo'yilgan, ya'ni oynachasi qirilib qolmaydi. Bu yerda sveti, bu yerda o'sha lyuklarni boshqarsa bo'ladi, pardasini alohida tortsa bo'ladi. Shunga o'xshab bir nechta funksiyalar. Bu yerda o'sha kattagina 12 dyuymga mo'ljallangan monitori bor. Shu ko'p funksiyalarni o'zidan boshqarib ketishi mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha konditsioner, o'sha hattoki o'sha YouTube navigatorlarini ham ulab olib, bemalol foydalanib ketsangiz bo'ladi. Albatta Google akkaunt orqali o'zingiz o'sha bitta akkauntingizni kiritib qo'yasiz va bemalol YouTubedan foydalanib ketasiz. Bu yerda o'sha o'rindiqlarni isitish eng ahamiyatli joyi. Avtomobilimizni oldi, mana haydovchi taraf, yo'lovchi taraf va orqadagi yo'lovchilarning ham o'rindiqlari hattoki isiydi. Bu ham bir taraflama plus hisoblanadi. Endi orqa qismiga o'tamiz. Orqa qismini ko'radigan bo'lsak, orqa qismi ham xuddi shunaqa, bu ham xuddi shunaqa perforatsiya qilingan koja hisoblanadi. Men orqasiga o'tirib beraman. Bu sidina mana maksimal orqaga kelgan. Bu yerda qo'shimchasiga mana bunaqa bari ham bor, ikkita pastsakanliklari bilan. Pastsakanlikni qo'yib bemalol xohlasangiz ko'tarib qo'yib ham o'rta qatorda ham o'tirib ketishda ham misol hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi va eng ahamiyatli joyi buni o'rtasida podyomi yo'q. Tekis o'tgan. Misol bu yoqdan bu yoqqa o'tganda ham hech qanaqa xalaqit bo'lmaydi. Katta bunaqa do'nglik podyom yo'q. Aytganimdek mana o'zidan mana orqa o'rindiqlarini qo'shib o'chirsa bo'ladi. Plus mana bu yoqda orqa o'rindiqlari и konditsionerni o'zidan qo'shasizda bu yog'ini plus sensorli boshqariladi. Havo klimatni boshqarish uchun katta, baland, patologgacha anchagina joyi bor. Endi hozir tonirovkada qorong'ida yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Anchagina joyi bor. Bu yerda mana o'zining svetlari bor, chiroqlar albatta yoritib berishi uchun. Undan tashqari agar 3-qatorga o'tadigan bo'lsangiz, mana shu o'rindig'imizni ko'taradigan bo'lsangiz, mana bu transformatsiya bo'ladi. Shuni yig'iladida 3-qatorga o'tiladi. Buni ham hozir video davomida ko'rsatib beramiz. 3-qatorga mana avtomatik yig'ilib transformatsiya bo'ladi va shu tariqa 3-qatorga o'tishingiz mumkin bo'ladi. 3-qatorda ham bemalol bizga o'xshagan odamlar o'tirib ketsa bo'ladi. 2 kishi ketadi orqaga, ikkinchi qatorimizga 3 kishi, 5 kishi. Yo'lovchi 6, haydovchi 7. Umumiy hisobda avtomobilga 7 tagacha odam ketadi. Va eng ahamiyatli plus tarafi, endi agar hozir kamerada qanchalik ko'rinadi, ko'rib turgan bo'lsa, ikkinchi qatorga alohida deflektor qilingan mana. Bu havo tizimi bir xil kelish uchun odatda ko'p inomarkalarda o'sha oldidan keladi yoki o'rta qismidan konsoldan bo'ladi. Bunda alohida qilib tashlab ketilgan va eng ahamiyatlisi 3-qatorda ham alohida deflektor tizimi mavjud. Ya'ni bu nimaga yordam beradi? O'sha mashinani saloni ichidagi havo haroratini bir xil taqsimlab berish uchun. Odatda ko'p mashinalarda orqa 3-qatorgacha kelmaydi havo tizimi. Ayniqsa misol yozda issiq bo'lib ketadi. Bu yerda misol forchkasi yo'q, agar forchkasini ochib qo'yaman desa, qishda sovuq bo'lib ketadi. O'shani hisobiga bu ancha qulaylik yaratadi. Plus orqa tarafda 3-qatordagi yo'lovchilarga ham o'ziga yarasha mana bu yerda o'sha paststakanligi bor. Xolasa paststakanlikka o'sha suv qo'yib qo'ysa bo'ladi idishlari bilan. Qo'shimcha yana telefon qo'yish uchun ham joyi bor. 3-qatordagi yo'lovchilar ham alohida e'tibor olinib o'ylangan. Buni men hozir video davomida qanaqa qilib spalniya qilib ishlatsa bo'ladigan darajagacha olib kelib ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Ya'ni yukxona qismiga keladigan bo'lsak, bagajimiz. Bu o'zi asli mana 3-qatorimiz, ya'ni ko'p mashinalarda hop, mana taxminan mana shunaqa bo'ladi 3-qator. Ya'ni qiyalik darajasi belniki. Bizning avtomobilda bu yana plus qo'shimchasiga yana yotqizsangiz bo'ladi degani mana. Misol tariqasida ko'rsataman. Aslida 3-qatorli mashinalarni beli qanaqa bo'ladi? Bizniki qanaqa, ya'ni maksimal yotadi degan. Ko'tarib qo'ysangiz ham bo'ladi. Qo'shimchasiga mana bu yoqda o'zini o'sha boksi bor, yashin tarzda qilingan, chiroyli qilib ko'tarsangiz, qo'shimcha narsalaringizni ham solib ketsangiz bo'ladi. Bu ham akkuratni ixcham bo'lib turadi. Buni yopib qo'yib, undan tashqari ustiga ham yana narsa taxlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir endi buni qanaqa qilib spalniya qilishni hozir ko'rsatib beraman. Birinchi, ikkinchi qatorni yana yotqizib olaman. Mana.
Hop, navbatda bunisi va bu. Mana. Ko'rishingiz mumkin, kattagina spalni. Bir ikkita ko'rpachani shunda tashlaysiz, ikkita yostiq tashlaysiz, bo'ldi. Ikki kishi bemalol sig'adi. Biz buni sinov qilib ko'rganmiz, testdan qilib ko'rganmiz. Ikki kishi qiynalmaydi. Shuni yotib olib, tepada shuna panoramani ochib qo'ysangiz, osmonga qarab yotib ketsangiz ham bo'ladi. Uzoq yo'lda, ayniqsa ko'proq trassada yo'lda qatnaydigan akalarimiz charchaydi yo'lda. Yana bitta funksiyasi bor, uni ham aytib o'tib ketaman. O'sha vaqtda shunday orqadan shunday ko'rpachani tashlaydi, yostiq tashlaydi. Orcha xarajati shunda o'zida dam olib olsa bo'ladi. Yana plyus tarafi aytmoqchi bo'lganim, imенно mana shu avtomobilda shunaqa aqlli funksiya, smart funksiyasi borki, agar siz yo'lda to'xtovsiz harakat qiladigan bo'lsangiz, speedometrda, ya'ni tabloda sizga qahvachani rasmi chiqadi. Ko'pchilik uni aynan shu mashina haydaydigan egalarimiz, mijozlarimiz uni qanaqadir ошибкasi mashinani deb o'ylashgan va servisga, boshqa joylarga olib ko'rishgan. Tushungan odamlar aytishgan nimaligini, tushunmaganlar bilmagan, bizdan kelib so'rashgan. U qahvachani rasmi qachonki to'xtovsiz harakat qiladigan bo'lsangiz, sani dam oladigan vaqting keldi. Ozgina перерыв qilib ol, undan keyin mashinani haydash davom qilasan degan ma'noda o'sha chashkachani, qahvachani rasmi speedometrda chiqib qoladi. U ошибка emas, ошибка deb tushunmanglar yani. O'sha holatda, misol ozgina dam olib, yana yo'lni davom qiladigan bo'lsangiz, haligi qahvachani rasmi o'zi avtomatik o'chadi. Bundan xavotir olishmasam bo'ladi. Alohida qo'l uchun tortib yopish uchun joyi bor, kichkinagina joy qilingan. Ushlab turib, bemalol yopsangiz bo'ladi. Hozir orqa qatorlarini ko'tarib qo'yamiz. Mana transformatsiya qilish ham qiyin emas. Avtomobilimiz o'zi speedometrni o'zi mashinani o'z vibe'ini berib turadi. Как o'sha BMW'lardagi stil qilib, juda ham chiroyli qilib, raqamli, sifroviy qilib qo'ygan. Hamma narsasi elektronniy deb ko'rsatib turadi. SOM mana yurishi, tortishi, ovozlari juda ham zo'r. Mashina eng qizig'i o'sha ходовой jihatlardan qaraydigan bo'lsak, juda ham yumshoq. O'sha politsiyskilardan o'tib ko'rganmiz, yamalardan o'tib ko'rganmiz, odami bilan odamsiz ham yurib ko'rganmiz. O'zini juda yaxshi tutgan, o'sha ходовой bo'yicha bemalol ayta olaman, avtomobilimiz ancha yumshoq. Avtomobilimizda 360 kameramiz xuddi mana shu tarzda ishlaydi. Mana bu yerdan rightni bossangiz o'ng tarafni ko'rsatib beradi, chapni bosadigan bo'lsangiz chap taraf, orqani bosadigan bo'lsangiz orqa va oldi. Ko'rib turganingizdek, to'rttala tarafdan ham ko'rish bor. Rightni ko'rsatib beradi. Ya'ni mana bu 360 qanaqa bo'ladi? Mana tepadan olib beryapti mana kamera. Bokovoydagilar, oldi orqadagilar qolib beryapti mana. Xullas, mashina maksimal darajada komfortli qilib ishlab chiqarilgan. Oldi faralarini sizlarga aytganimdek, BMW X5 ga o'xshaydi degan sababi mana, ko'rib turibsiz. Qay darajada yarki, chiroyli. Bunaqa faralik avtomobil men ko'rmaganman, ayni boshqa brend mashinasida. Imенно bizani brend o'zi BMW ham 3 ta harf. Bu ham 3 ta harflik SWM. O'zi asli agar internetga SWM bilan BMW ning qanaqa aloqadorligi bor deb yozadigan bo'lsangiz, savolingizga javob topasiz. O'zi bekordan bekor bunaqa stilda ishlab chiqarilmagan. Xo'p, xullas avtomobilimiz haqida to'liq ma'lumotlarni berdik degan umiddaman. Agar avtomobil yoqgan bo'lsa, xarid qilish istagida bo'lsangiz, siz naqd pul o'tkazish yoki avtokredit boshlang'ich 25% yoki 30% to'lov bilan ham chiqarib beramiz. Va o'sha sizni to'lovingizga qarab, boshlang'ich to'lovingizga qarab biz taklif beramiz. Ya'ni sizdan kelib chiqqan holatda biz o'z takliflarni beramiz. O'sha bank foizlari kamroq chiqadiganlari bor, misol oldin 26-27% bilan chiqib turgan bankli foizlarni hattoki o'sha 50% boshlang'ich to'lov to'lab 22-9% dan yillik stavka bank bilan chiqarish imkoniyatlari ham hozirda mavjud. Faqat kelib yo pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot olishingiz kerak bo'ladi yoki o'sha rasmiy dilerlik markazimizga kelib avvalambor mashinani ko'ring, komfortlari bilan tanishing. Bizda test drive xizmatlari ham bor. Mashinamiz o'sha ko'chaga qo'yib qo'yganmiz. Haydab ko'ring, ходовойlarni tekshiring. Ana undan keyin mashina yoqgandan keyin o'zingizni o'sha shaxsiy fikringizga, tasavvuringizga ega bo'lasiz. Shuning uchun hozir nalichida bor ekan. Qorasidan, oqidan, lekin buni kolичествоsi juda ham kam. Adashmasam yo 4 ta yo 5 ta qolgan. Shuning uchun hozir kelsangiz, nalichida sotuvda tayyor turibdi. Kelasiz, bitta pasport ortiqcha hujjat talab qilinmaydi. Xohlagan viloyatdan kelasiz. Sizdan talab qilinadigan narsa faqat nomer taqish xarajat qilasiz bo'ladi. Qolgan hamma narsasi agar avtokredit olaman desangiz, sug'urta pullarigacha o'zlarida hisoblab
tayyor holatda qilib berishadi. Agar avtokreditga olaman deydigan bo'lsangiz, kelishingizdan oldin albatta telefon qilib keling. Menejerlar sizni o'sha kredit tarixlaringizni, hamma hujjatlaringizni ko'rib tayyor qilib qo'yadi. Ertalab kelasiz, obedgacha hujjatlar qilinadi. Obeddan keyin shunday mashinani minib, to'g'ri uyga ketaverasiz. Mashinamiz yoqgan bo'lsa, obzorimiz yoqgan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoni jo'natib qo'ying. Imенно shunaqa 7 kishilik oilaviy crossover qidirib yurgan tanishlaringizga. Chunki ushbu videoni qanchalik ko'p tanishlaringizga jo'natsangiz, boshqa insonlar ko'rishga ham sababchi bo'la olasiz. Bu qanaqadir misol bizani qo'llab-quvvatlang, like bosing, likeimiz, prosmotrimiz ko'paysin deb emas. Aksincha boshqa insonlarga ham yetib borsin degan ma'noda ushbu gapni aytamiz. Har doimgidek yana o'sha qo'shimcha aytilmay qolgan, sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qilasiz yoki Toshkent shahar Sergeli massivi 1 Sergeli moshina bozori orqa tarafida joylashgan General Savoy avtosaloniga tashrif buyuring. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.